Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun men Shahlo opamdan o'zlarini firmenlik choy piroklarini qilish uslublarini o'rgatib berishlarini so'radim. Yo'q demadilar. Zagotovkalarni qildik. Endi boshlaymiz, Shahlo opa. Assalomu alaykum hammaga. Boshladikmi? Boshladik. Hozir sariyog'imizni solamiz. Sariyog'imizni solib, mana vinchikda aralashtirishni boshlaymiz. Mana bir piyola sutimizdan sovoramiz. Воздушности yo'qolib ketmasa, mana ko'rib turganingizdek, shunaqa tezda bo'lishi kerak. Unimizni solib, sekin-sekin akkuratni aralashtiramiz. Endi razrixlimizni solamiz. Endi qolipimizga qo'yib pishirib olamiz. Besh 40 daqiqaga duxovkaga qo'yib yubordim. Sahabat birinchi qo'yib qoladi. Yemaydi to'g'ri. To'g'ri. Ro'pga mashina berganlar, ro'plarga. Bundan o'zing qo'chog'ini. Qiladiganim ham bor.